Rahmat. Qo'llarimdan tutganing uchun. Tashakkur. Qorlarda kutganing uchun. Ming rahmat ko'ksimni nurlarga ko'mib, taqdirim yo'lidan o'tganing uchun. Ming bor taqdirga ta'zim, azizim. Yaxshi yomonimda yorliging uchun. Peshonamda isming yozilgani va kaftim chizig'ida borliging uchun. Oilani o'rni qanaqa erkak kishining hayotida? Ertalab ishga va kechqurun uyga talpingan inson baxtli inson. Albatta. Kechqurun uyga talpinmadingizmi? Savolni javobi aniq. Albatta. Hadasi eng zo'ri o'zingiz deb tursa bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Vaqt qadri kuzatib boring. Har bir ona farzandlariga umr tilash bilan birgalikda ularni bir-birlariga oqibatli bo'lishlarini ham Yaratgandan astoydil so'raydi. Har birimizda onamizning barchasi bor. Shuning uchun bo'lsa kerak biz jigarlarimizni sog'inganimizda ularni vujudidagi onamiz bizni chorlasa kerak-da. Eslang, rostdan ham har safar og'aynimizga yaqinlashganimizda ota-onamizni his qilamiz. Jismi jonimizda nimadir eriydi, yuragimiz yumshaganday bo'ladi. Demak, biz opa-ukalarimiz emas, ular vujudidagi onamizni topamiz. Tug'ishganlarimizni emas, ular jismidagi onamiz rizoligini olamiz. Tashrifimizdan jigarimiz jismidagi onamiz ruhi shodlanib bizni quchsa kerakki, biz ajabtovur yayrab, yengillab ketsak kerak. Ota-ona davrida farzandlar bir-biriga har narsani ilinib turadi. Hatto bir necha kun bir-birlarini ko'rmay qolishsa, ichkib kasal bo'lib qolgan holatlar ham uchraydi. Ulg'aygach esa turli nizolar. Jigardan birovga shikoyat qilib bo'lmasa, ularni majburlab o'zingizga muhabbat, mehr so'rab ola olmasangiz, yetti yot begonalar sizga muruvvatli bo'lsa-yu, jigarlaringiz befarq bo'lsalar, bundan og'riqroq narsa yo'q. Biz kimmiz Xudoning ishlariga aralashgani? Kimnidir hayotida qiyinchilik ko'rsak, o'zimiz bilmagan holda nima gunohi uchun unga bu sinov berildi ekan deb o'yga tolamiz. Nima gunohi uchun bankrot bo'ldi, dardga chalindi yoki bo'lmasam noqobil farzand berildi deb darrov bizda analiz yoqiladi. Balkim beg'araz yoki g'araz bilan yaxshiyam menda bunaqa emas desak, yana kimdir yoqasini tishlab tavba qildim deb o'zgani hayotini muhokama qilamiz. Yana qo'shib ham qo'yamiz. Ha, o'zi oxirgi vaqt o'zidan ketib qoluvdi-da, Alloh jazosini berdi deydiganlar ham bor. O'zimiz ko'chadan birov kelsa, bor, o't u yoqqa aralashma meni ishimga deymiz-ku. Robbimning ishini esa bexijolat muhokama qilamiz. Vaholanki har bandani bosib o'tadigan taqdir yo'li bor. Balkim u katta parvoz oldidan berilgan startdir u insonga. Balkim uni Robbim o'ziga yaqinlashtirmoqchi ekandir. Kamon misolini aytib o'tmoqchiman. Kamon ham oldidagi uzoq manzilga aniq yetib borishi uchun uni imkon qadar orqaga tortib uzilaydiganda keyin qo'yib yuboriladi-ku. Shuning uchun eng to'g'ri munosabat bu kuzatuv. Qani, bu sinov ortida bu insonga nima xayr bor ekan? Robbim shu ish orqali nima xayr berarkin deb go'zal gumonda bo'lish to'g'ri emasmikin? Tan olaylik, umrimizni ko'p qismini baxtli kunlar hali oldinda deb yashaymiz. Ertaga, indinga xullas nimalarnidir kutamiz. Xo'p, kim bizga kafolat bergan? Ertaga bormizmi, yo'qmizmi? Bir yoshi ulug' yoki bemor inson olamdan ko'z yumgunga qadar qancha yoshlar, sog'ligi tog'day mustahkam insonlar vafot etyapti turli baxtsiz hodisalar tufayli. Bugun hozir baxtli bo'laylik. Mana shu narsani o'rganaylik. Men bugun baxtni tanlayman deb qattiq turib oling, o'zingiz yenging. Ishoning, sizni har kuni sifatli bo'ladi. Asabiylashib, diqqat bo'lib, o'tmishdagi bo'lib o'tgan ishlarni qayta o'ylab yashasangiz ham umringiz o'tadi-ku. Xotirjam yashang, baxtli bo'ling, unda ham umringiz o'tadi. Tanlov bu sizni qo'lingizda. Nimanidir kutaman Ranopa deysizmi? Kutyapsizmi? Unda har narsada yomonlikni emas, yaxshilikni, xayrni kuting.
bu bo'lib qolarmikin, bu bo'lib qolarmikin demasdan, Robbim o'zingni erkatoyingman-ku, yaxshilikni berasan, bilaman, deng, bo'ldi. Qaytib o'ylamang. Mana shu haqiqiy tavakkal. Yomon narsalarni o'ylash insonni ruhiyatini tushirib qo'yadi. Axir Robbim men bandamda men haqimdagi gumonidaman degan. Bilaman, hozir orangizda 80% inson hayotida past-balandliklar bo'layotgandir, lekin hayotimizdagi bu qiyinchiliklarni barchasi bizda uxlab yotgan salohiyatimizni ochib beradi, ishoning. Ya'ni, ahamiyat bersangiz, hayotingizga bir qiyinchilik keldimi, o'sha qiyinchilikdan keyin siz boshqa inson bo'lasiz, qolasiz. Siz oldingi bo'la olmaysiz, xohlasangiz ham. Sababi dunyoqarashingiz o'zgaradi, fikrlashlaringiz kengayadi. Oldin bitta holatga boshqacha qarayotgan bo'lsangiz, hozir o'sha qiyinchilikka o'zgacha nazar bilan kulib qaraysiz. Chunki boshimizdan o'tganda qaytib bu xatolarni qaytarmaymiz. Faqat sinov kelganda Xudoyim meni yomon ko'radi degan fikrga borib qolmasangiz bo'ldi. Chunki o'rtada shayton bor. Buni hammamiz bilamiz. Sen yomonsan, seni Alloh kechirmaydi deb bizni stressga, tushkunlikka, depressiyaga borib qo'yadi. Chunki bizni bu holatimizda u bizni xohlaganicha shundoq huquqdagi kuklalarni o'ynatgandek boshqara oladi-da. Aslida hayotdagi sinovlar ham o'z foydamiz uchun, nimanidir anglashimiz uchun bo'ladi. Mana shu narsani unutmasangiz bo'ldi. Bilasizmi, eng ko'p eshitadigan gapim qanaqa? Men asabiyman deran opa, men tez qaynab ketaman, his-tuyg'ularimni boshqara olmayman degan gaplar. Qanchadan qancha insonlar bor. Achchiqlangan vaqtida og'riqli so'zlar gapirib qo'yib, keyinchalik qilmishidan pushaymon bo'ladilar. Ishoning, mana shu yer shari afsuslarga to'la. Jahl kelganda aql ketadi, bu bor gap, lekin inson his-tuyg'ularini boshqarish darajasiga intilishi kerak baribir. Tasavvur qiling, agar hamma aqlini bir chetga surib qo'yib, falonchi menga yomonlik qildi deb unga teng kelib, xuddi shunaqa yomonlik qaytarsa, qazzobga yolg'on so'zlasa, xoyinga maddohlik ila javob qaytarsa, ana o'sha yomondan nima farqimiz qoladi bizni? Yaxshilar qolmaydi bu dunyoda. Bu nimadan darak? Hissiyotlarimizni boshqara olmaganimizdanmi? Va buni oqibatida doimiy nafrat, hasad, alamda yashagan inson kasal bo'ladi albatta. Quvvati pasayadi. Energiyasi yo'q odamni moliyaviy oqimi ham kamayadi. Boy bo'lishni xohlasangiz, birinchi o'rinda o'zingizni qo'lga olishni o'rganing, keyingina boshqa insonlarni qo'lga ola olasiz.